Hijoma kursimizda nimalar o'rgatiladi? Hozir men sizlarga o'qib beraman. Sunnat bo'yicha davolash, hijomaning fazilati, tarixi, hijomaning tadqiqotlari, hijomaning tanaga ta'siri, asosiy davolash xususiyatlari, qon anatomiyasi, hijomada e'tibor berish kerak bo'lgan usulda, Xitoy uslubi, noxush holatlar, sehr va ko'z nuqtalari, magnitli hijoma, suvli hijoma, dorli hijoma, olovli hijoma, qonli hijoma. Kurak uchun bankalar, hijoma nuqtalari, sunnat nuqtalar, asosiy nuqtalar, anatomik va visceral nuqtalar, markaziy nerv tizimi, qon aylanish tizimi, ovqat hazm qilish tizimi, o't qopi kasalliklari, jigar kasalliklari, sirroz, oshqozon osti bezi, yo'g'on ichak kasalliklari, ovqat allergiyasi, gemoroy, ichki ichak kasalliklari, nafas olish tizimi, siydik ajratish tizimi, reproduktiv tizim, endokrin tizim, qalqonsimon bez, me'da osti bezi, buyrak bezi, ayollar jinsiy bezi, immun tizimi, limfatik tizim, suyak mushak tizimi, grijani davolash sxemasi, periferik nerv tizimi, polinevropatiya, yuz nerv nevropatiyasi, arterial gipertoniya, gipertoniyaning davolash sxemasi, xalq tabobati, til diagnostikasi, tirnoq diagnostikasi, qo'ldagi nuqtalar, oyoqdagi nuqtalar, oyoqdagi bezlarga ta'sirli nuqtalar, teri diagnostikasi, davolovchi xulq-atvor, bemorga yaxshi muomala, tabiiy dorilar vositasi, ozdiruvchi hijoma nuqtalar, ozdiruvchi zuluk nuqtalar, semirtiruvchi nuqtalar. Shularning hammasidan hijoma darslarimiz olib boriladi va hammasi sizlarga tushuntirib o'tiladi.